Jizzax viloyati Forish tumani Nurak mahalla aholisini aynan mana shu 4-maktabida sport zal yo'qligi muammosi qiynab kelmoqda ekan. Ular ham farzandlarini jahon chempionlari bo'lishini xohlaydi. Biz ham farzandlarimizni boshqa maktabdagi o'quvchilarga o'xshab top tepishlarini xohlaymiz. Chempion bo'lib ketishlarini xohlaymiz, lekin yo'q bizda sharoit. Yig'lab boradi farzandlarimiz qishdi kun. Men oddiy o'zimni farzandim 8-maktabga tayyorlovga boradi. Tashkentlarda o'rin olib keldi. Lekin dars jarayonida qiynalgani uchun qatnashmay qo'ydi. Shu narsa o'zimizda bo'lsa, bizda ham chiqadi chempion. Hammasi bo'ladi, lekin yo'q, mana sharoit yo'q. Tashkentlarga bordi, musobaqaga, Samarqandga, hamma joyga bordi. Rahmat shu o'qituvchilariga. Qo'llab-quvvatladi, olib bordi, o'rinlar olib keldi. Lekin o'sha uzoqlik qila olmagani uchun, qatnasha olmagani uchun mana tashlab qo'yish sportni. Bu yer maktabni isitish uchun ko'mir yoqiladigan xona va o'quvchilar aynan mana shu xonada forma almashtirishar ekan. Sababi sinf xonasida atrof ko'rinadigan derazalar bo'lganligi uchun. Men 4-maktab ismon tarbiya o'qituvchisiman. Bizda sharoit yo'q. Ikkita shaxmat-shashkamiz bor, boshqa hech narsamiz yo'q. O'zbekiston chempionatiga chiqayapti, lekin sport zalimiz bo'lsa, undan ham ko'p natijalar qila olamiz-da biz. Ushbu maktablarimizni muammolaridan xabarimiz bor. Haqiqatdan ham sport zalga muhtoj maktab. Buni yechimida ikkita yo'l mavjud. Birinchisi bu dastur orqali, ya'ni investitsiya dasturlariga qo'yib biz sport zal qurishimiz mumkin. Mana kelasi 26-yilga dasturga qo'yamiz. Va ikkinchi yo'li open budjet loyihasi orqaligina xalqimizni o'sha Nurak mahallasini jipslashib, birgalikda ovoz berishi va tumandagi boshqa maktablardan ovoz yordam olib, mana shu muammoga yechim topishga harakat qilamiz. Millar bu manzilga va bu mavzuga yana qaytadi. Oysha Isoqova, Feruza Murodova. Jizzaxda shunaqa gaplar.